Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi video obzorimizda ko'rib turgan Wayner apparatlarining haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Wayner apparatlarimizda narx-navolari, to'liq ma'lumotlari hamda komplektidan nimalar chiqadi, birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'rib turgan Wayner apparatlarining Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari do'konimizga assortiment ko'rinishida yetib kelgan. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, $250 dan $1300 bo'lgan Wayner apparatlarimiz do'konimizda mavjud bo'ladi. Bu Wayner apparatlarimiz shpaklovka, gruntovka, lak, kraska, emulsiya sepadigan variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Ob'yomim kichikroq joylarga ishlataman deydigan akalarimiz uchun 3000 vatli, 3500 vatli motorlar bilan jihozlangan Wayner apparatlarimizdan yetib kelgan. Bu apparatlarimizning narxi $250 dan $300 bo'ladi. Endi kattaroq ob'yomlarga ishlataman degan akalarimiz uchun postoyanni tindirmasdan ishlatsa bo'ladigan Wayner apparatlarimizni olib kelganmiz. Bular Tessa brendiga tegishli Wayner apparatlarimiz bo'ladi. 4000 vatli, 4500 hamda 4800 vatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bularni konditsatorlari ham katta konditsatorlardan qilib jihozlangan. Ko'p ishlatsalaring ham umuman qizib ketmaydi. Komplektidan nimalari chiqadi degan akalarimiz uchun komplektidan o'zini pistoletlari chiqadi. Hamda o'zini saplovlari mavjud bo'ladi. Pistoletlariga qo'shib, o'zini 10 metrlik, 15 metrlik shlankalari, o'zini trubkalari chiqadi. Garantiya tanlovlariga 6 oygacha garantiya yozib beramiz. Undan tashqari ko'pchilik malyar ustakalarimiz olib ishlatishadigan 595 markali Wayner apparatlarimizdan ham do'konimizga olib kelib qo'yganmiz. Porshilli variantlarda bo'ladi. Apparatlarimizni pistoletini bossalaring avtomatik motor ishlaydi. Qo'yib yuboradigan bo'lsalaring avtomatik motori ham o'chadi. Apparatimizning narxi $450 dan dastavkalari bilan 12 ta viloyat bo'ylab qilib beryapmiz. Ko'rib turgan Wayner apparatlaringdan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari do'konimizga yetib kelgan. Xohlasalaring yig'ilgan variantidan, xohlasalaring upakovka variantidan dastavka qilib 12 ta viloyat bo'ylab qilib beraveramiz. Video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz beradigan bo'lsalaring. Shpaklovka, gruntovka sepadigan akalarimiz uchun Wayner apparatlarimizdan yetib kelgan. Bu Wayner apparatlarimizning narxi $750 dan $1300 bo'ladi. Motorlarining quvvati 2600, 2800, 3000 vatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bulardan ham o'zini komplektidan pistoletlari, shlankalari, trubkalari hamma narsasi chiqadi. Ishlatishga tayyor hollarda bo'ladi. Kelib o'zim tanlab ko'rib olaman degan akalarimiz uchun bemalol kelib ishlatib ko'rib tanlab xohlaganlaringni olib ketsalaring bo'laveradi. Undan tashqari bizning do'konimizga Wayner apparatlarimiz uchun saplovlarimiz, original pistoletlarimiz, har xil razmerdagi shlankalarimiizdan yetib kelgan. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga podpiska bosib qo'yaverasizlar.